Ayollik energiyasini kemirib yopib tashlovchi top 3 ta xislat. Bulardan birinchisi ayoldagi qo'pollik, qattiq energiyaga kirish, qattiq ohangda gapirish, erkakcha qo'pol so'zlardan foydalanish. Bu ayolni nazokatini, nozikligini, muloyimligini, ayollik energiyasini qattiq bloklaydi. Ikkinchisi, ayol erkakka raqobat ongida pul topishi. Ya'ni erkakka isbotlash uchun, erkaklarga isbotlash uchun o'zini hayotda o'zini ko'rsatib qo'yishga harakat qilishi. Bunaqa xislat ko'pincha bolaligidan o'g'il kutilgan qiz farzandlarda bo'ladi va turmush o'rtog'idan ajrashib, erkakka isbot ongida boyib ketish, pul topishga kirishib ketgan ayollarda bo'ladi. Va bunday ayollarda erkaklik sifati ortib boradi. Erkakcha pul topishni hisobiga ayol kishi ijodkorligidan pul topishi kerak bo'ladi. Uchinchi energiya esa ayol kishi erkakni oldida o'z donishmandligini, o'z donoligini bo'lisha olmasligi, ko'rsata olmasligi. Bunga asosiy sabablardan biri bu erkak o'z ayolini donoligini, donishmandligini ko'rsatganida uni yerga urishi. Tovuq miyasan, menga aql o'rgatma, og'zingni yop deya og'ziga urishi va uni qadrsizlantirishi, yer bilan toptashi matritsadagi erkaklarning ego holati, ayollarni yerga urish holatida ayol o'zini donishmandligini, donoligini yopishi. Mana shu 3 ta xislat ayollik energiyasini kemirib yopib tashlashga xizmat qiladi.